Napoleon pishirish-ku qo'lingizdan kelmaydi. Hech bo'lmasa shuni tayyorlashga bilarsizda. Qaynonangiz bu videoni sizga yubormaslaridan oldin bir marta bo'lsa ham o'zingiz tayyorlab ko'ring. Shunaqa oson, bittada o'xshab chiqadi. Mening napoleoncha retseptini siz bilan bo'lishaman. Assalomu alaykum. Muzdek toza ichimlik suviga tuz, uksus, tuxumni solib atalab qo'yamiz. Yalangan un bilan sariyog'ni kroshka holatiga keltirib olamiz. Boyaga atalangan massani qo'shib, shoqini xamir qorib olamiz va 20 daqiqa tindirishga olib qo'yamiz. Tingan xamirni teng ikkiga bo'lib, unlab, to'rtburchak qilib yoyib olamiz. Har ikkalasini ham xuddi konvert shaklida o'rab, xuddi shu holatda yana 15 daqiqaga tindirish uchun qoldiramiz. Tingan xamirlarni yana unlab yoyib, har biridan lentichkalar kesib chiqamiz. Menda shunaqa konus qolipchalari bor edi. Sizda bo'lmasa, falgadan yasab olsangiz ham bo'ladi. Qolipchalarga har bir lentani o'rab, duxovka listiga oralarni ochib joylab chiqamiz. Oldindan tepasi teng qizib turgan 180 gradusli duxovkada 20 daqiqa davomida pishirib olamiz. To'liq sovigandan keyin qolipidan ajratib olamiz. Krem uchun birinchi yumshoqqina sariyog' bilan saxinli pudrani birrov mikser qilib olamiz. Zgushoniy moloko yoki variyoniy moloko va ozginchagina qaymoq qo'shib krem holatiga kelgunicha mikser qilib olamiz. Trubochkalarning ichini krem bilan to'ldirib, avval kremiga, keyin esa maydalangan trubochka urvog'iga botirib olamiz. Albatta tayyorlab ko'ringlar, yoqimli ishtaha.